O'rtoqlar, mana assalomu alaykum, yana bir bor keyingi tovuqxonamizga keldik. Mana har bitta kletkada 5 tadan tovuqimiz. Mana shu kletkadan mana 3 tasini oldik. Hozir tortib ko'ramiz birgalikda, vesi qancha chiqishini. Bular o'sha lominsenda hozir videoni boshida tovuqlarimizni sheriklari. Mana shu yerdan 1,5 mingtasini o'sha yerga olib borgan bo'ldik. Qolganini sotib olgan bo'ldik o'rtoqlar. Mana hozir vesini ko'ramiz o'rtoqlar, mana 1 kilo 600. O'rtalar tuxumga nihoyatda yaqin. Hozir ushlab ko'rib 3-4 kunda ichida tuxadi. Uzog'i bir hafta deb xulosa qilyapman. Mana bunisini ko'ramiz. Mana bunisi 1 kilo 450 gram. O'rtalar standart narx, standart vesda o'sha 1,5 kilo hisoblanaveradi. Tuxumga tayyor. Mana bunisi 1 kilo 550. 1 kilo 500, 1 kilo 550. Holatlar mana shuni o'rtoqlar mana. Endi mana bu o'rtadagisi mana hozir piskani mana shunga jindek bor. Bunga bir 15 kun 20 kun mana bularga o'zi tuxumga tayyor o'rtoqlar. Mana shu yerda hozir 4 mingta atrofida jo'jamiz bor o'rtoqlar, e'tibor beramiz. 1,5 mingtasi o'zimizning nargi tovuqxonamizga olib ketamiz. 2,5 mingta qoladi. 2,5 mingtadan mingtasiga zakazimiz bor. Mingtasini YouTube kanalimizda ko'pchilik so'radi, tayyorini video qiling, tayyorini video qiling deb. Mana shu 1,5 mingtasini sotuv e'lon beryapmiz. Mana shu videomizdan mana hozir tortganlarimiz. Mana shu bitta chekkadan tortib ko'rdik. E'lon berishimizdan maqsad o'sha so'raganlarga. Keyin yana bitta narsasi o'rtoqlar, bu Qo'qondan bir 30-40 kilometr, 30 deylik o'rta hisobda uzoqroqda bu yerda xo'jayinimiz, ya'ni shu yerda egalari aytishyaptiki, 10 ta 20 ta qilmaylik shuni ulgurji oladigan odam bo'lsa, bir kundayoq olib ketsin 1,5 mingtani deyapti. Kimda kim agar 1000 ta 1,5 mingta kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Mana tayyor jo'jalarimiz. Zoti Lominsenda Oriental Qo'qon shahar 1,5 mingta jo'jamiz bor. Narxini 70 ming baho aytishyapti. Bularda o'sha 54 ming, 55 ming sotilgan paytidan keyin bag'iga yegan hisobiga 70 mingga to'xtadi deyapti. Ulgurji olganga ozmas 1 so'm 2 so'm o'tib berishlari mumkin. Kelasizlar, ko'rasizlar, pulini berasizlar, mashina yuklab boramiz. Yo'l ko'ra olgan odamdan deyapti. Shunisiga e'tibor beramiz o'rtoqlar. Keyingi partiyamiz noyabrda oxirida tayyor bo'ladi, keyingi jo'jalarimiz. Shunga e'tibor beramiz o'rtoqlar. Holatlari juda yaxshi holatda. 3 kun, 4 kun ichida boshlaydigan holatda tuxumda. Bu partiyamiz.